Assalomu alaykum aziz san'atsevar do'stlar. Hozirgi aytiladigan qo'shig'im Toshkent viloyati Bekobod shahri O'zbek mahallasida yashovchi Hasanboy degan ukamiz onalari Mag'firat opa, bir singlim, 3 opam bor dedi. Bitta yaxshi qo'shiq qilib bering shularga. Opalarimga, onamga, singlimga jo'natay dedi. Iltimos qildi. Bekobodlik ukamiz Hasanboy ukamiz iltimoslariga binoan marhamat shu qo'shiq. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib yuribdi odam. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam, birda bug'doy birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Birda bug'doy birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Ba'zan shirin, ba'zida tahr. Kimni boy yaratdi, kimnidir taqir. Taqdir ba'zan shirin, ba'zida taqir. Kimni boy yaratdi, kimnidir taqir. Barchamiz Allohning bandasi axir. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda oqibatli bo'laylik. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda oqibatli bo'laylik. Arzu qiyomat, ko'ngilning kaliti mehru oqibat. Haligi qarzu qiyomat, ko'ngilning kaliti mehru oqibat. Xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibu iymon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Urush nizolar to'xtasin endi. Yer yuzi jannatga o'xshasin endi. Odam ham odamdek yashasin endi. Odam ham odamdek yashasin
birda salom bo'laylik. Omonat dunyoda oqibatli bo'laylik. Omonat dunyoda aman bo'laylik. Hasanbek ukam sog' bo'ling, o'g'illar to'yda bor xizmatda bo'laylik. Salomat bo'linglar, Bekobodliklar.